Bu kolumda iki bir ekspirtke sattık, aeroport kolumuz bana. Yani spolyamız bana güzeldi. Bir ay, başıbırak olduk işkanıga. Ahırda, yuvarda tamam kep balığına yerinde özel koşuyatı bir var yaptım. Ahırda geldi ama. Yani kolumda bana ödesini faydası oldu bunda. Ödesi etti. Yıldagiga pishgan paytidan yilga venetrda ishlatgan dog'i farqi necha kun oldin pishdi yoki bir xil paytda pishdimi? 3-4 kun oldin pishdi. 3-4 kun oldin pishdi. 3-4 kun oldin pishdi. Agar shuni urug'dan boshlab ekib, 2 quloq bo'lganda sepib borganingizda 20 kun, 25 kun oldin qo'lga shunaqa yetirgan bo'ladi. Standart bo'lib. Mana shu hammasi bir xil standartda bo'lib yetirgan bo'ladi. Ulan, hakikaten. Oğlum ben bir enge gördüm, sınavımda ötküzdürdüm bu dersen. Mana, hozir ko'pchilik qovunlarda videoga tashlayapti. Video kamerani yaqinroq videoga tashlayapti. Qovun yerdan chiqqan yerdan ubban hosil bo'lib, mayta qo'tir, yara hosil bo'lib qolyapti deyapti. O'lyapti o'shidan. Baga moddani o'tkazmayapti, qisib qo'yyapti. Buni asosiy sababi o'sha qovun ko'chati ekilganda, yerdan chiqqanda siz 6-7 chimbak chiqadi sepdingiz. Agar shu ikkinchi chimbak chiqqandan boshlab barcha yaxshi oziqlantirib, ildizidan bersa, suv bilan oqizdirilsa, she'da shunaqa qo'tir hosil bo'lmaydi. Qisilib qolmaydi. Mana palak toza, mana qovun pishib tugadi, lekin palaklar hammasi hozirgacha mana top-toza. Birar yerdan navbat yangilanyapti. Nima bu? Shunga hurmatli kuzatuvchilar, shu narsaga e'tibor beringlar. Qovun tarvuz ekilganda 2 quloq bo'lganda gektariga 2 litrdan, 1 gektariga 2 litrdan sutga zaqni oziqlantirish kerak. Qovun ham, tarvuz ham, handalak ham, oshqovoq ham. Shunda mayda g'umbay bo'lib turib, qora qo'tirlar paydo bo'lmaydi. Shu pishish masalan bu hamma gullab, hamaklash, mevalash davrida mana bu yerdagi bo'lgan nima qo'tirlar o'sha pishib qolgan yerlar. Faqat moddani o'tkazib berib, qovun rivojlanmay qolyapti. Quriyapti. Ingichka palaklar ingichka va bashlar kichkina bo'lsa quriyapti. Hazm tizimini yaxshilaganda o'z agro bilan buni to'xtatmash kerak. O'z agro qovunning hazm tizimini yaxshilaydi. İştahasini ochilarganda ondan nisbatan qonni aylantiradi. Qovundagi suv tez aylanadi, kengayadi. O'z agro bilan bilasiz shu. Meni e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi yilga adashmanglar. rahmat sizga.